أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها. namazning vaqti kun ko'tarilgandan boshlab tiklashganga qadar. Albatta kun chiqayotgan chog'da namoz o'qimaymiz. Kun chiqib ko'tarilgandan tortib tiklashib bo'lguncha namozni o'qishimiz lozim. Bu yerda bir ijmo o'rni bor. Kun chiqishdan ilgari va kun tiklashgandan keyin namoz o'qilmaydi. Bunda ittifoq. Zavol degan so'zni biz bir qancha ma'noda keltirdik o'tgangi darsda. Zavol degan tiklashganlikni ko'rsatadi, qayrilganlikni ko'rsatadi. Bundan keyin kun patqanlikni ko'rsatadi. Bu yerda tiklashgan ma'noda. Hanifi mazhabda namozning vaqtini mushu oraliq deb belgildi. Biz chashgoh namozlarining vaqtini bayon qilgan vaqtimizda yoki nafl namoz o'qish joiz bo'lgan chog'ni belgilagan vaqtimizda kun ko'tarilib nayz bo'yi o'rilgan chog'da degan. Ammo hozir ma kitobda mushu oraliqqa dalil keltirib, li'anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yusalli al-eida wash-shamsu ala qid rumhin aw rumhayn dedi. Gerçi bu hadis heyit namazı kelgan mushunda lafz bilan kelgani ojiz bo'lsa-mu, lekin umuman nafl namoz o'qishning shu chog'dan tortib o'qish bo'lganligi boshqa hadislar bor. Masalan, Imom Ahmadning hadisida fala tusalli hatta tartafi'a fa innaha tatlu hina tatlu bayna qarnay ash-shaytan wa hina idin yasjudu laha al-kuffar fa idha irtafa'at qila rumhan aw rumhayn fa salli. Yani nafl namozni shu chog'dan boshlab o'qsan bo'ldi degan mazmunda sayyidsizlar bor. Qida qadr degan ma'noda bir nayza miqdori yoki ikki nayza miqdori o'rilgandan keyin ondan o'qiydiganlikni bayon qilyapti. Rumh arablarning ishlatishida rumhul huzali degan shu 12 g'irish qildigan yoki 6 gaz qildigan, 6 gaz esa 2 metrdan sal oshadi. Mushu uzunlikdagi nayzini ko'rsatadi. Bu oraliq adam shu kun ko'tarilgan joyga qaragan chog'da zimin bilan quyoshning oraliqidagi masofani ko'rsatadi. Biz ko'ranganda masofa adam bo'yi yoki nayz bo'yi deb mana belgilsa, uni ulamolar shu hozir biz ishlatayotgan minut orqali 12 minut, ya'ni kun chiqib bo'lib ko'tarilgandan keyin 12 minutdan keyin shu nayz bo'yi yoki odam bo'yi degan oraliq vujud chiqadi. Shu 12 minutdan keyin nafl o'qisak bo'ldi. Yoki xotirjamroq bo'lsak 15 minut o'tkazib o'tib, yo 20 minut o'tkazib o'tib, ondan nafl o'qisak bo'ldi. Ana o'sha Hanifi mazhabning bayon qilgani kun nayz bo'yi ko'tarilgandan boshlab kun tiklashganga qadar degan musharliq hayit namozning vaqti. Hanifi mazhabda va jumhur ulamolarning nazarida. Nafl o'qisaqmi shu chog'dan boshlab nafl o'qishga bo'ladi, chashga namoz o'qishga bo'ladi. Ana Shafiy mazhabda kun ko'tarilayotgan chog'dami kunning bir uchi yoki qishi deymiz, hajib yoki bunda bir uchi azroq bir parcha ko'rinib ko'tarilishga boshlagandan tortib hayit namozi o'qisa bo'ladi. Lekin bizning Hanifiy mazhabdagi jumhurning qarashiga namoz o'qisang makruh degan chog'da hayit namozi o'qisa Shafiy mazhabda bo'ldi. Ama kitapta bayan qilgani ojiz desam da hayit namozi munosabatlik ba'zi sal yaxshiroq sanad bilan kelgan hadislarda anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yusalli bina yawm al-fitr va ash-shamsu ala qid rumhayni wal adha ala qid rumhin. Hafiz ibn Hajar Talkhis al-Habirda bayon qilgan, lekin hukmi to'g'ri gap qilmagan. Yani hasan darajalik bo'lishi mumkin. Ro'za namozini quyosh 2 nayz bo'yi ko'tarilgan chog'da o'qiydi. Qurban hayit namozini bir nayz bo'yi ko'tarilganda o'qiydi. Bu ro'za bilan qurban hayitning vaqtida farq bayon qilingan hadis.
قال ولما شهد عنده بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد shu kuni ro'za tutib qopti shunaqa 30 to'liqlaydi deb ro'za tutib qopgandan keyin boshqa yerdan kelgan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida biz tunigan Shavvolning e'lonini ko'rgan deb guvohlik bergandan keyin Rasululloh o'zi ig'iz ichib atigan ro'zaytni o'qidi deydi. O'tgangi darsda vali qadaihi yahadqo vali qadai degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit namozni qazo qilgan bo'lg'achqa qazo qilganligi isbotlangan bo'lg'achqa hadislar kelgan bo'lg'achqa qazo qilganligi hayit namozining vojibligini ko'rsatdi demoqchi. Bundan keyin hayitning ikkinchi kuni hayit namozini o'qidi. Bu birinchi kunning qazosi bo'ldi. Mana bu ro'zaytga diqqat qiling. Ammo Qurbaytda 3 kun ichida o'qsa ado bo'ldi. Bu Abu Davud rivoyat qilgan Ibn Majah va Nasai'lar أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوه بالأمس يعنون الهلال فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد قال شعبة أراه من آخر النهار وإسناده جيد مش vaqalik dal maqatim biz diyorimizda duch kelgan vaqalik o'xshash. Bular oy ko'rmagandan keyin jutta 30 ni to'liqlab tutamiz deb ro'za tutib qopdimi? Qopgandan keyin kecha va bomdoddan keyin tushki oraliqda biz Misr bilan Saudiyaristonda oy ko'ribdi, ig'zichitishing lozim degan aytganda xabar qildik. Shunlar natisi ig'zichitdi, natisi nima qilishini bilmay unda bo'ldi. O'xshash. Va bunday ahvolda ro'zni buzitib ikkinchi kuni hayit namozi o'qiydi. Bizmi shu jamoat bilan ikkinchi kuni hayit namozi o'qinglar degan ro'zni buzitinglar degan. Bundan mushaddisga muvofiq. Qala walau baqiya vaqtaha lama akharaha. Agar kun qayrilgandan keyin yana namozining vaqti qolib qoladigan bo'lsa, vaqti bor deyilgan bo'lsa, Rasulullohning ikkinchi kunga kechiktirmay, 3dan keyin asrgacha, shamgacha o'qiyotgan bo'ladi. Undan keyin buni vaqti shu oraliqda o'qiysa, agar bu oraliqda o'qimasa, ikkinchi kuni shu oraliqda o'qiysiz degandek ahvol. Qala wa yusalli al-imamu bin-nasi rak'atayn. Hayit namozi o'qigan chog'da imom jamoatga boshlab 2 rakat o'qib berdi. Yukabbiru takbiratal ihrami va 3 ba'daha. Namozga quloq qish uchun bir takbir tushirdi. Bu takbiratul ihrom yoki takbiratul iftitah deymiz. Bu hamma namozda bor. Va 3 ba'daha. Undan keyin yana ortiqcha 3 takbir tushirdi. Bu takbiratul zawaid deymiz. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر ويركع وعادة كذا ويبدأ في الثانية بالقراءة إشكنج ركعتا قيام بطروب فاتحة وسورة نقيدة ثم يكبر 3 عندن عادة تشتري 3 بر تكبير تولوتاب وأخرى للركوع تولتنج تكبير أشو ركوع قيغان عادة كي نماز با تكبير شو. Undan keyin Hanafi mazhabining o'qish qoidasida birinchi rakatda quloq qaqqandan keyin 3 takbir ortiqcha to'lib o'tadi. Ikkinchi rakatda ruku qilishdan ilgari 3 takbir ortiq to'lib o'tadi. Va hada qawlu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mushu shaklda namoz o'qish usuli sahih sanad bilan kelgan. Buni Ibn Mas'uddan al-Aswad rivoyat qilgan, Aswaddan al-Qamar rivoyat qilgan, yana Ibn Mas'uddan İbrahim an-Nakhai, undan Muhammad, undan İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhi rivoyat qilgan. Ve yu'ayyiduhu ma ruya annahu sallallahu alayhi wasallam kabbara fi salat al-Eid 4 thumma aqbala alayhim bi wajhihi wa qala 4 ka 4 al-janazah wa ashara bi asabi'ihi wa khanasa ibhamahu. Mushu asarni tahmu kuchlantiradigan yana bir marfu rivoyat bor edi. U bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit namozida 4 takbir tushirgan. Undan keyin jamoat yuzlanib turib, 4 ka 4 al-jinoza. Jinoza namozining 4 takbirda 4 takbir o'qiladi debdigan. Va ashara bi asabihi. Shunda deb barmoqlari bilan ishorat qildi. Va khanasa ibhamahu. Barmoqini tugilab 4 takbir debdigan. Ana shu rivoyat ajizroq. Ajiz bo'lsa-mu,
Shu sahoba kiromdan kelgan mavquf rivoyatni texmo kuchlantirishga yaraydi deb mana bu mazhab buni yondashtirib keldi. Fafihi amalun va qawlun va isharatun va ta'kid. Endi bu mazhabning yoda mush rivoyatni erishishga sababini bunda bayon qildi. Endi mush hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi amal qilganligi rivoyat qilindi. Yana Rasulullohning so'zi bilan ta'kidlandi. Yana qo'l ishorati bilan ta'kidlandi. Yana bu qo'l ishoratini bir barmog'in tugilishidan bilan ta'kidladi. Ya'ni bir qancha turli ta'kidlashlar bor bu hadisda demoqchi. Ana mushu hozir Hanafi mazhabininki ayt namoz o'qish usuli va uning dalillari. Ulamolar ayt namozda shundan takbirlar va qaysi o'rinda tushiramiz degan masalalarda ixtiloflashgan. Bularning talash-tarjishlarni hamma to'plasak 10 xil qarash qildi. Lekin tutumliqqa yoki salafdan kelgan qarashda 3 xil qarash bor. Birinchisi, mush kitobda bayon qilgan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan kelgan mush qarash, bu Savrining qarashi. Quloq qaqqandan keyin 3 takbirni ortiq to'laymiz. Undagi ikkinchi rakatda rukudan ilgari 3 takbirni ortiq to'laymiz degan qarash. Bu Ibn Mas'ud, Abi Musa al-Ash'ari va Abu Mas'ud al-Badri radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan qarash. Ikkinchisi jumhurning qarashi, bular 7 takbir tushirishni degan. Birinchi rakatda 7 takbir. Quloq qaqqandan keyin Fatihani o'qishdan ilgari 7 takbir. İkinci rekatta Fatihani o'qishdan ilgari 5 takbir. Jami 12 takbir deydi. Bu Ali radhiyallohu anhu, Hazrat Umar, Abu Hurayra, Jabir ibn Umar va ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhumlardan rivoyat qilingan. Bu jumhurning qarashi, ya'ni Imom Malik, Avza'i, Shafi'i, Ahmad, Ishaq va jumhur ulamolar 12 takbir bo'ladi degan. Lekin bular o'zaro 12 takbir Ash quloqqa qish bilan birga 12 takbirmi yoki uningdan boshqa 12 takbirmi degan masalada ixtiloflashgan. Imom Shafi'i bilan Avza'i va Ishaq bular takbiratut tahrimdan boshqa 7 takbir, ya'ni quloqqa qish bilan keyingi 7 ortiq takbir 8 takbirdan birinchi rakatda aytidi dedi. Balki biz o'tgan Misrda o'qigan namoz shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qarash Imom Malik va Ahmadlar takbiratut tahrim 7 ni ichida bor edi. Uning sir oltini aytmizmiz. Yuqorqisi Hanafi mazhabi bilan jumhurning qarashi 2 qarash. Endi uchinchi bir qarash va bu sahobalardan kelgan birinchi rakatda 7 ni, ikkinchi rakatda 7 ni to'laymiz. Bu Hazrat Anas, Mughira ibn Shu'ba, Ibn Abbas radhiyallohu anhulardan kelgan qarash bo'lib, tabi'lardan Ibrohim an-Naxai tutgan qarash. Asas hamda 3 qarash bor. Jumhur ulamolar ikinci qarashqa mushbir hadisni dalil qilgan. Amr ibn Shuayb an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kabbara fi 'Eid 12 takbira 7 fil ula wa 5 fil akhirah wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Imam Ahmad va Ibn Majah rivoyat qilgan. Bu hadisninki sanadini bakrak kuchab turib qilsak hasan darajalik bo'lishi mumkin. Lekin uningdan boshqa sahih bir dalil bilan yo'q. Uningdan boshqa mushu mazmunga dalil qilib keltirgan hadislar hammasi ajiz. Faqat mushu birla hadis isnaduhu solih deymiz. Hasan darajalikmi va ko'tarilib ketmaydi. Ba'zi ulamolar hasan darajalik desa, ba'zilar yomon emas deb qabul qilgan. Lekin Hanafi mazhab Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatni asos qilib turib, uni boshqa marfu ajiz rivoyat bilan taqdim kuchlantirib ashun tutmaymiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuninki mushunda masalada 3 jami 4 dan takbir bor deb qilganligi bu o'zining ra'yi bilan deyolmaydi. Cho'qim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uyangina deb buni marfuning hukmida tutib turib dalil qildi. U mazhabga dalillikka yaraydigan asar. Bundanki mushrik qarashning dalil jihatdan bak birining kuchliq birining ajizda ketkilanmaydigan mundaroq ahvol bor. قال وعن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين قدر 3 تسبيحات. Bu tekbirlarni, tekbirat zavaidni arqadan ulab deyitamdo yoki arliqda bir narsa o'qimdo degan masala chetishgan. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashida va Imam Avza'i va Malikning qarashida
Aş tekbirlerini arka-arkadan ulap düşürdü. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Aralıkta bir narsa okumaydı. İmam Şafii'nin karşıda eğer iki tekbir aralıkta tahlil ve tekbir ve hamd aşında zikir tesbihi buldu. İmam Şafii'nin karşıda Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber deyildi. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah. Bunda aralıkta bir narsa okuydu. Tekbir tahlili ba demekçi. Ama Hanefi mezhepte bir narsa okumaydigan bo'lg'achqa, lekin tekbirning araligini shu aqardan gaçga tushiramdi yoki sal bir tushunib olib, o'zini to'xtalib, ondan tushiramdi degan masalada İmam Ebu Hanifa'dan kelgan rivoyatda va an Abi Hanifa degani diqqat qilsanglar, navodir rivoyati ma. Ebu Hanifa'dan kelgan bunda bir rivoyatda aciz rivoyatlardan birisida bunda deyilgan. Zohir rivoyatda mancha to'xtaydi bu degan gap yo'q. Mushu an Abi Yusuf, an Abi Hanifa deb qo'ysa, bu zohir rivoyat emas, boshqa rivoyat kelganligini ko'rsatadi. Bu bak muhim bo'lgan bir nima masala bo'lg'achqa, zohir rivoyatda to'xtalmagan bo'lsin ekan, rivoyat-ın navodirda bir kitobdan kelgan qarash. Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan mushundami deb keldi dedi. Eğer ikki takbirning aralig'ida 3 tasbih miqdori turibdi. Allahu Ekber, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber mana. Nima uchun? Bunun sebebi Eid namozda nurg'on kishi bir shahar aholisi yig'ilib o'qiydigan necha ming kishi to'plangan bir yig'ilish bo'lg'achqa, agar aqaqdan arliq bamay takbir tushirib qolsa, xalqning o'zimi Allohu Akbar deb varamchilik qildi emasmi? Keyingi kishilar ba'zi takbirni anglamay, 4 takbirni 2ga unda qisqartirib qo'yish mumkin. Arliqda imomning aqaqdan qilgan takbirni anglamay qilib, ba'zi takbirni yilib ketishi mumkin deb arliq qarab aqidagi kishilar bu takbirni tushib jim bo'lgandan keyin undan keyin takbir aytishga o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Qala va yarfa'u yadayhi fi az-zawaid lima rawayna. Shu ortiq takbirlarda har bir rakatda 3 takbir takbirat-ı zawaid bo'ldi. 3 takbirda qo'lni ko'tardi. Ya'ni bu mazhabda odatli farz, sunnat namozlarda takbirat-ı tahrim, quloq qoqqan chog'da qo'l ko'tarish ba, undan boshqa qo'l ko'tarish yo'q. Zaman ana takbirat-ı zawaidda qo'lni ko'tardi. Lima rawayna qasadis. Bu raf'iyat masalasi, qunut masalasida la turfa'ul aydi illa fi 7 mawatin. Al-qunut va takbiratul aydayn va dab 7 o'rinni bayon qilgan. Shu rivoyatda takbiratul aydaynda qo'l ko'tarildi degan bo'lg'achqa, shu hadisga asosan qo'l ko'tarilmaydi. Takbirat zawaid qo'l ko'tarish jumhurning qarashi, sunnat va mustahab deb qaraydi jumhur. Imom Malik qo'l ko'tarmaymiz deb qaraydi. Qala va yaxtubu ba'da as-salati khutbatayn yuallimu an-nasa fihima sadaqatal fitr va ahkamaha. Eid namozdan keyin arliqda bir o'tirib o'tib so'zlaydi. Yani xutbatayn deganimiz arliqda bir o'tirib o'tib so'zlaydi deymiz. Yoki erlar bir xutba, ayollar jamoasiga bir xutba desakmi qamlashadi. Nima uchun desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allah so'zlab bo'lgandan keyin chiqib Bilal ibn Abbos rahmatda yani uchaylan chiqib ayollar jamoasiga xutba so'zlagan, ayollar olqi bilajliklarini sadaq qilib Bilalning etiga tashlab turgan shu chog'da ayollar naqisat aqlin va din degan hadis deyilgan shu voqea. Ayollarga bir, erlarga bir ish xutba desakmi bo'ladi. Lekin bu yerda maqsad qilgani jumani xutbasak arliqda o'tirib so'zlaydi demak. Mush xutbada sadaqatul fitr va uning ahkomlari shunga munosabatlik masala yetkaziladi. Nima uchun endi mush xutba Aydul Fitr munosabati bilan so'zlangan xutba bo'lg'achqa dal vaqti shu demakchi. Lima rawa ibn Umar radhiyallohu anhu annahu sallallohu alayhi vasallam kana yaxtubu ba'da as-salati khutbatayn yajlisu baynahuma kal-jum'a va kadhalika Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuma. Mushu aciz rivoyatda Eid namozida juma xutbasida arliqda bir o'tirib o'tib ikki xutba shaklida xutba so'zlaydi deyilibdi.
degan bu yerda jumaga o'xshash o'tirayotganlik demasa va sayr vaqti yo'q. Sayr vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar kanu yaxtubuna fil aydayn ba'da as-salat deb kelgan. Lekin ajraq rivoyatda خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام deb kelgan. Orliqda o'tirayotganlikka ajiz rivoyatda Ibn Majah rivoyatida kelgan. Bunga mishada bir topshiriq bor, 6-topshiriq yozilgan. Hayit namozining xutbasida juma xutbasiga o'xshash orliqda o'tiramdi. Yoki orliqda o'tirmadan bir xutbami? Olimlarning qarashlari va dalillarini bayon qiling. قال وينبغي أن يستخلف من يصلي بأصحاب العلل في المصر لما روينا عن علي رضي الله عنه وإن لم يفعل جازة. أزرت علي رضي الله عنه دم أن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد 4 ركعات في المسجد. دب حسن سندلان من رواية كأجن بوغشقا شان سرتقا شقالة غلنا إلى شان سرتقا يدامز وقف لكن جامع مسجدة شان سرتقا شقمدغان عاجز كشلا namoz o'qib berish uchun biraylarni tayyorlab qo'yib bo'ldi. Mayli. Unda qilmasin mayli debdi. Qala fa in shuhida bi ru'yati al-hilal ba'da az-zawal sallawha min al-ghad. Kun qayrilgandan keyin bugun masalan peshin vaqti bo'ldi deylar. Peshin vaqti bo'lgan chaqda ba'zi kishilarning xabar keldi. Biz Shavvolning hilalini tunigan shamdan burun ko'rgan. Ya'ni oqshom oy qarg'a vaqtimizda ay ko'rgan to'q deb shirkasa xuddi bu yil bizning vatanda bo'lgandek sallavha min al-ghad asrgacha namozhamgacha o'qimaydi, aytsa shu hayit namozining vaqtida o'qiydi deydi. Bu Hanafiy mazhabiga qarshi, lekin Shafiy mazhabda agar kishilar shu tushdan keyin bunday yig'ilib to'plashadigan bo'lsa tushdan keyin o'qisin bo'ldi. Lima taqaddam bizning dalilimiz yuqorqi rivoyat shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushdan keyin kishilar yig'iladigan turliq tushdan keyin o'qimadi, aytsa atiganda o'qigan. Wala yusalluha ba'da dalik. Ya'ni wala yusalluha ba'da az-zawal fi nafs al-yawm deymiz. Shu kuni tushdan keyin o'qimaydi, aytsa atiga o'qiydi. Li'annaha salatul fitr. Chunki bu eg'iz echish boshlangan kundagi o'qilgan namoz. Fatahtasu bi yawmi. Undagi shu kun bilan xas bo'ladi de. Shu kuni o'qish kerak asl qoidada. Ya'ni ro'zaytning birinchi kuni o'qish lozim. Chunki shu eg'iz ochgan birinchi kun. Va yanbaghi alla tuqda. Va undan keyin qazo qilmaslik lozim. Asl vaqti shu. Shu chaqda o'qimasa bo'ldi ketdi degan bir nima bo'lish kerak. Lakin xalafnahu bima rawayna. Lekin yana bir hadis kelib qolganlikdan biz ikkinchi kuni qazosini qilsa bo'ldi dedik deydi. Annahu sallallohu alayhi vasallam qadaha min al-ghad. Ash vaqaatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi kuni o'qigan bo'lg'achqa ikkinchi kuni o'qisa bo'ladi dedi. Bo'lmasa ikkinchi kuni o'qimaysa bo'ldi ketdi deydi. Fa baqiya ma wara'ahu 'ala al-asl. Undan ikkinchi kundan boshqa, ya'ni shu hayitning birinchi kuni tushdan keyin ikkinchi kuni atganga qadar arliq asl holatida namozni o'chadi qazo qilish bo'lmaydi degan holatda qolib qoldi deydi. Qala faslun. Bu faslamda Qurban hayitga munosabat ahkamlarni bayon qilish uchun yozilgan. Yuqorida asosan ro'za hayitga munosabat ahkamini bayon qildi. Yustahabbu fi yawm al-adha ma yustahabbu fi yawm al-fitr min al-ghusl wat-tatyib was-siwak wal-lubs illa annahu yu'akhkhiru al-akla ba'da as-salati. Boshqa ishlarda asosan o'xshash. Qurban hayitda ro'zaytda mustahab bo'lganlar mustahab. Lekin ig'izni ichib mengish ya kerak ig'izni ichish masalasida ro'zaytda mashq qilib o'tib namoz o'qidi. Qurban hayitda namozdan qaytib qurbonlik qilsa qurbonlikdan mashq qiladi. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam kana la yat'amu yawm an-nahr hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Ba'zi rivoyatlarda qurbonlikning jigiri bilan mashq qildi deb. Bizmi burun shu qurbonlik qilgandan keyin jigarni mashq shaplab bilan sovda tutdik. Sunnat bo'ldi ekan. Rasululloh degan bo'ldi. Qala va yukabbiru fi tariq al-musalla jahra. Qurban hayitda hayitgoh maydoniga ketib o'tib, ullik takbir to'laydi.
Hakada fa'ala sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qilgan. Lekin ro'za aytda ullik to'lmaydi dedi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Chunki uning rivoyat kelmagan. Mana shu hadisga dal joyida amal qilaman deb ketadi Imom Abu Hanifa. Qurban aytda ullik to'labdi, ullik to'laymiz. Ro'za aytda ullik to'lamabdi, ullik to'lamaymiz. Agarchi boshqa qarashchilar sahoba kiramning ishlari ya qiyoslangan bo'lsin, lekin Abu Hanifa asargilam istisnotidi. Fa idza wasala ila al-musalla qata. Namozgohga yetib kelgan vaqtida timtas to'xtaydi. Namozgohga borgancha to'xtash rivoyati sahih lekin mursal kelgan. Mana عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ينا ابن عمر رضي الله عنه كان روايته أنه كان يكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام. بوش كنجة رواية إمام أش ميدان كاغنگي قدر دوم سلكن روايته. Birinci rivayet cemaat aş meydan kâgiçe tekbir to'laydi. Meydan kep bo'lgandan keyin tekbirini to'xtatadi. Bizim burunla şu mahalli cemaati yig'ilib, imom qo'mondonlik qilib, rekkaga ilib maqtdi. Rekka bag'ichi 7 yerda to'xtab, tekbir aytib, undan keyin maqtdi. Rekka bag'andan keyin undan tekbirini to'xtatdi. Yana bir rivayetda عن حنش ابن المعتمر قال رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. جبانة إذا هي دمجو قيدغان ميدان دتو شيء كاغن قدر تكبيرت كاغنلكني كۆrгәндә Hazrat Ali'нең deydi. Dalga müşqarashның дәлилләре şu. قال وقيل إذا شرع الإمام في الصلاة قطع. İkinci xil qarash, acizroq qarash Hanifi mazhabidagi. Ay meydan kelib tekbir aytib o'tirdi. İmam şuna namazga quloq teqish bilan tekbirini to'xtatdi. Hozir ma Shafiy mazhabida shunday qildi. Masjidda tekbir aytib turib ondan gachi namoz o'qib ketdi. Qala va yusalliha ka salatul fitr kada an-naqlu. Ay ishkirkatni ro'za namozdaklam o'xshash o'qiydi. Mesela 5 qatın 7 qatın Yettiyadi to'xtashmi? Bunun dalili yo'q, ammo shu bizning O'rta Osiyo ulamolari shundaroq bir gapni paydo qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu hadislarda uni manshiyada degan yoki ajizroq bo'lishi mumkin. Lekin maktabda to'xtalmabdi. Men bu shirt boqmadim. to'xtamaydan o'zisidan valatdan tekebeysa masjid namozda to'xtamaydi arada to'xtamaydi o'zisiz bo'ldi. Bundan sahabe kiramning agar shunda 7 yerda to'xtab takbir aytib bundan ma'natdi dedilar rivoyatli bo'lib qolsa, balki shuning asosi bo'lishi mumkin. Chunki sahabe kiramdan bunda har xil rivoyatlar kelgan. Takbir aytishning siyg'isimi har xil kelgan. Qanda o'rinlarda takbir aytilgan bo'lsa, Ibn Umar radhiyallohu anhu bazalda, ko'childa, hamma yerda takbir aytib turibdi. Ayna kelgan bo'lsa, bizning diyorimizdagi ulamolar shunda bir sahabe kiramdan kelgan rivoyatni asos qilgan bo'lishi mumkin. قال ثم يخطب خطبتين كما تقدم يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق لحاجتهم إليه. Mush xutbada qurbanlik ahkamlarini, takbir tashriq, ya'ni tashriq kunlari takbir aytish qoidasini necha kun yoki necha namozdan keyin takbir aytamiz degandek qurban aytga munosib ahkamlarni o'tadi deydi. Tashriq kunlarini biz qurban aytning 2-chi, 3-chi, 4-chi kuni dedik. Yoki 11, 12-chi, 13-chi kun Zulhijjaning. قال فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده. Qurbayetning birinchi kuni Eid namozni o'qiyanmay qolgan bo'lsa, ikkinchi kuni yoki uchinchi kuni o'qishim bo'ladi. Bu ro'za bilan qurbayetning o'tirik farq. Ro'za aytda birinchi kuni vaqtida o'qiyanmasa, ikkinchi kuni qazo bo'ldi. Adamas qazo. Qurbayetda ikkinchi kuni yoki uchinchi kuni o'qishim vaqtida o'qilgan ado bo'ladi. والعذر وعدمه سواء.
özürlük ulab qalsa, mesela ay kögellikni xavasi qilib, roza etganligi xavasi qilib o'qiyanmay qolgan bo'lsin. Va yoki boshqa, mesela hukumat belgilab o'tib, o'qsa jazolab nima qilganini shulab o'qiyanmagan bo'lsin, yoki uzrsiz o'qimagan bo'lsin, o'xshash. İkinci ve üçüncü gün okusun ada tapıdığı değil. Vel-uzru adamu seva li'enneha salatul adha. Çünkü bu kurbanlık eğitinin namazı. فَتَتَقَدَّرُ بِأَيَّامِهَا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. Şuna kurbanlık günü bilen belgilindi. Vakti kurbanlık günü kadar ayında sözlep gidiyor. Kurbanlık günleri 3 gün. Kurbanlığın birinci günü kesim oldu, ikinci günü kesim oldu. Üçüncü günü gün patkan kadar kesim oldu diyen bu başka. Şu 3 gün içinde Eid namazı olsa okşaş ada tapkan buldu deyik. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ فِي ذَلِكَ. Yani bunu tekrarladı. Özürlük olsun, özürsüz olsun, okşaş. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.